Zangati tumani raysentrdan 1.8 xonali uchastka chiqyapti. Mahallani ko'ringlar, chiroyli mahallada joylashgan. Katta ko'cha yuziga boru 50 metr, qaranglar. Abu Sahiy ipodrom bozorda tirikchilik qilib 2 xonali kvartira olaman deb yurganlar bo'lsa, mana shu variantimizni ham bitta ko'ringlar. Hamma kommunikatsiyalari bor, hujjatlar notariusga tayyor holatda. Bank orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi. Kirib ichkaridan ham ko'ramiz. Hovliga uyi yon tarafidan kirilar ekan. Bismillah deb kirganimizda ko'ryapsizlar, kattagina hovlisi bor. Chap qo'limizda sanuzul xona, yonida bitta oshxona joylashgan. Bu yoq tarafdan bo'lsa, asosiy xonalarga kirib boramiz. Uy ichiga kirishimiz bilan mana shunaqa bitta katta mehmonxona joylashgan, ko'ryapsizlar. O'ng tarafimizda detskiy xona bo'ladi bu yoq tarafda. Dal yuramiz. Bu yoq tarafda bo'lsa bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan.